Biz bugun tajriba maydonidagi natijalarni birgalikda kuzatamiz. Suvchilar maktabi jamoasi Sho'rchi tumanida. Assalomu alaykum Faxriddin aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Mana bugun Suvchilar maktabi jamoasi Surxondaryodagi Sho'rchi tumanidagi sizni tajriba maydoningizni ko'rishga keldi. Ishlar yaxshi ketyaptimi? Xudoga shukr, rahmat. Xudoga shukr. Mana tajriba maydoni o'sha Suvchilar maktabining mana bizga katta bir sharoit yaratib berib, mana tajriba maydoni qildi. Mana paxtalarimiz yaxshi. Xudoga ming shukr. Bor mana shu hozir dalaga kirib paxtalarni ko'rishimiz mumkin. Agar ruxsat bersangiz, mana ko'zni quvnatadigan paxtalar bo'lgan, dalangizga bir ko'rib o'zimiz ham mana shu guvohi bo'lsak. Yaxshi, marhamat, haydangizlar. Faxriddin aka, mana hozir o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Xitoy texnologiyasi asosida paxta yetishtirgansiz. Bu iyun oyining 10 kunligiga nazar soladigan bo'lsak, ancha yaxshi natijalar. To'ppa-to'g'ri. Endi mana bu men Shinjon usulida birinchi marta paxta ekishim shu yil. Podplyonka paxta ekkanmiz. Bu 30 mart kuni ekilgan bu paxtalar. An'anaviy usulda paxta ekilgan paxta bilan bu Shinjon usulida ekilgan paxtaning orasida juda katta farq bor. Sababiki mana shu kunga nazar tashlasak, mana bu paxtalarda hozir mana ko'saklar mana bo'lgan, 2 ta 3 ta ko'sak, shonalash, mana 10 ta, 8-10 ta shonalar bor, mana ko'saklar bor. An'anaviy ekilgan paxtalarda bo'lsa, hozir o'sha bitta 2 ta shona bilan bo'lgan. Chunki buning orasida farq bir 15-20 kun ta'sir qiladi. Nasib bo'lsa mana shu operatsiya, agar hasilab operatsiya qilayotgan bo'lsak, mana shu yerda hozir 60-70 sentner hosil borligi noma'lum bo'lib turibdi. Chunki biz qaysi tomondan yutganmiz bu yerda? Bu yerda o'sha ko'chatlarning qalinligidan mana 1 metrda 25-28 ta ko'chat bor. Shuning hisobiga biz masalan har bir paxtadan 8 ta 10 ta ko'sak olayotgan bo'lsak, o'sha maqsadga o'z maqsadimizga yetamiz. Mana o'zingiz yuqorida aytib o'tdingiz, an'anaviy usulda ham paxta yetishtirasiz. Shinjon usulida. Bu ikkalasini aniq bir 5 ta fakt bilan aytib bering, qanchalik darajada farq qiladi o'g'itlashi, sug'orishi? Endi buning qarang, bu Shinjon usulidagi paxtaning o'g'itlashi bu agregat bilan o'g'itlanadi bu. O'sha paxtaning o'zining tomirining tagiga suv bilan o'g'it boradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu suv an'anaviyda bu suv qo'yamiz-ku, suv qo'yganda qanchadir o'g'itlar oqib ketadi. Bunda hech qanday unday nobukachilik bo'lmaydi. Ikkinchisi, aytaylikki, bu plyonka paxtani ertaroq rivojlantirishga issiqlik ko'p beradi. Issiqlik beradi. Uchinchisi, biz mana yana aytaylikki, suvni misol keltiramiz. Mehnat nimasi aytaylikki, ishchilar qarang, ishlatishlar juda kam ish bilan ish qilyapmiz-da. Kuchi kam talab qiladi. Shuning uchun buni afzalliklari ko'p. Ikkinchi, yana bu subsidiya beradi davlatimiz, bu keyin yana bir yengilliklar bor. Suvdan 50% nima qilamiz? Texnikadan ham texnikaning xizmatidan ham biz shu tejayapmizki, 4-5 marta kultivasiya qilardik, bu yerda kultivasiya qilingan yo'q. Mana shu ekilganda qanday bo'lgan bo'lsa, shunday turibdi. Buning endi yaxshi tomonlari juda ko'p, faqat mehr bilan ishlash kerak. Faqat sevish kerak bu ishni. Sevib qilmasangiz bo'lmaydi. Bu o'simlik bu jonivor narsa-da bu, jonivor. Bu mehr talab qiladi. Bu inson, bu o'simlik, bu jonivor narsa. O'z necha yildan beri paxta ekasiz? Men o'sha 2007-yildan beri fermerman. Lekin Shinjon usulida birinchi marta paxta ekishim. Men juda nasib bo'lsa, men agar shu yerdan maqsad o'sha ko'zlagan namni olsam, natijani olsam bor-ku, yana yil 100% namni shunga qilaman. Hammasini Shinjon usuliga o'tkazasiz. 2007-yildan beri paxta yetishtirar ekansiz. Nimaga shu an'anani bu yil bizdingiz, ya'ni Shinjon usuliga o'tdingiz? Nima sabab bo'ldi? Endi to'g'risini aytsam, boshida men ham shu hadiksirab qo'rqib o'sha qila olamanmikan, qilmaymanmikan degan masala bilan ham o'sha Suvchilar maktabiga kelganda ikkilangan ish bo'lgan menda.
Endi tavakkal qilib ekdik. Tavakkal qilib ekdikki, qana bir yangilik bu. Yangilik-ku endi. Yangilikni shu endi ko'rsak, men hozir shu qilganimdan juda xursandman. Xursandman, shu mana hozir shu paxtalarni ko'rib borib o'zim gapni ochib bir yotsam bo'ladi shu yerda qisqasi. Jalad yotib qolaman degan vaqtda shu. Mana o'zim abitdan keyin aydanaman shu ozroq o'tirib bo'lsa, unaga qarab, bunga qaraysiz bu mehr berishadi bunga. Mehr talab qiladi hammasi ham. Mana tomchilatib sug'orish asosida yetishtiriladi Shinjon usulida. Tomchilatib sug'orishda qanaqa suvdan tejalyapti, qanaqa imkoniyatlar bo'lyapti? Suv tejovchi apparat bilan suv qo'yamiz. Bunda suv tejaladi bir. Ikkinchidan o'sha o'g'it tejaladi ikki. Masalan, biz agar an'anaviy usulda borib 300-400 kilodan o'tib beramiz. Bunda bir uni yarmini desa ham borki, bu vaqtda o'zi tomiri borgan uchun borki, ko'proq naf beradi. Mana hosil yig'ish jarayonlari ham bor. Bu ham bir paxtachilikda alohida hisoblanadi. Qanday termoqchisiz hosilni? Qarang, bu men niyat qilib 66-10 sxemada paxta ekkanman. Sababiki Shinjon usulida 2-3 ta sxemalar bor, 76-14 bor. Men faqat 66-10 tanladim. Faqat o'shanga moslashgan mashinalar, yangi zamonaviy mashinalar bor-da, avto paxta terish mashinalari. Nasib bo'lsa, mana shu niyatim shu paxta terish mashinalarida terib, xirmon ko'tarib, nasib bo'lsa shu yuqori hosil olib, to'ylarga sizlar taklif qilaman. Rahmat. Mana ko'pchilik o'zingiz boshida aytib o'tdingiz, hadiksiraganman, mana shu texnologiyani qo'llashdan oldin dedingiz. Xuddi sizdek o'ylaydigan fermerlarimiz bor-da, shu fermerlarimizga o'zingizni tavsiyangizni bersangiz. Endi buni qo'rqmaslik kerak. Endi to'g'ri, mehnat talab qiladi, qattiq mehnat talab qiladi. Bu mart oyida aytaylikki, mana shu mart oyi shu ko'proq ishlash to'g'ri keladi. Lekin kuzga borganda mazza qilib turib paxta terib olasiz. Mazza qilasiz. Ikkilanmaslik kerak menimcha. Ikkilanmaslik kerak. Roppa-rosa 1 oy oldin Sho'rchi tumaniga aynan shu tajriba maydoniga kelganimizda endigina 2-3 ta barg chiqargandi paxtalaringiz. Mana 1 oydan keyin kelyapmizki, umuman boshqa dalaga kelgandek his qildik-da o'zimizni. Bu albatta sizning natijangiz, bu sizning mehnatingiz, sizning tajribangiz asosida bugun paxtalar mana shu darajaga erishishdi. Rahmat. Endi bu hamma orqasida mehnat turadi, singlim, mehnat. Hurmatli fermerlar, kimki qiziqsa, kimki mana shu paxtani ko'rgani kelsa, mana paxtamiz yo'l yoqasida bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Biz hech kimni ko'kratmaymiz. Kelib ko'rsin, o'ziga kerakli narsani olsin. Tajribalarda almashamiz. Almashasiz. Agar bo'lmasa meni topib olsa, mana telefonim turibdi, nimada tablo nimada o'sha yerda yozilgan telefonim bilan telefonlashib kelsa juda ham yaxshi bo'lardi. Rahmat Hammalarni tutib qolaman. Rahmat kattakon Faxriddin aka. Nasib qilsa, xirmon paytida aynan mana shu paxtani yig'ish jarayonlarida Suvchilar maktabi jamoasi yana tashrif buyuradi Sho'rchiga. Sizlarga ham katta rahmat e'tibor uchun.